Assalomu alaykum hurmatli hamshaharlar. Mango ko'chatchalarimiz bir yillarga olib kelib qurgandik. Bugun 12-iyun 2026-yil. Papayalarimiz mana bergan bor. Mango mana bergan bor. Bularni ko'paytirishni tolka воздушный otot qilganlarni buni ichiga urug'i bo'lmaydi. Shuning uchun qimmat. Mana chiqadigan suti Toshkentga olyapti hozir, juda qimmat. Sahr bo'lgan odamlarni, operatsiya bo'lgan odamlarga qanaqadir mast chiqaran ekan. Qozog'istonliklar, qirg'izistonliklar, toshkentliklar olib ketdi shu yerga kelib. Juda qimmat. Endi mana bu yerga O'zbekistonga ilk bor Buxoro viloyatiga desa ham bo'ladi. O'zbekistonga mango hosil bergan insonlarga bo'lishi mumkin. Mana bu Italiyadan olib kelgan ko'chatimiz hosilga kirdi, Allohga shukr. Kimdir limon quradi, kimdir mandarin quradi, kimdir boshqa ishlar bilan shug'ullanadi. Mana shunaqa hobbi bu. Mana papayalarimiz yerdan bir qarish, ikki qarish balalikka, bir qarish balalikka hosil berib turibdi. Mana karra kislotlari 7 yil bo'ldi mana shunga qurilganiga. Mana bu shunaqa hosil berib turibdi. Allohga ming qatlar. Bu Peshku tumaniga shunaqa hosillik bilan sahr kasalligini, damini kasallikdan joyiga tushiradi, bargini choy qilib ichiladi, mevasi yeyiladi, qand kasalligiga. Hindistonga rak bo'lgan odamlarga ko'proq yediradi ekan mana shu papayani mevasidan. Hosil bergan Alloh bir bergan ne'mati bizlar uchun, insonlar uchun Allohga ming qatla shukr. Mana bu bodringdan hosil kirishni boshladi.